Ro'za tutgan inson doimo Alloh taoloni kuzatib turganini his qilib yashaydi. Chunki ro'za ibodatini tutgan insonni uni ochilish yopilishligini Alloh ko'rib turganligini biz e'tiqodimizda, qalbimizda his qilamiz. Mana shu bilan taqvo hosil bo'ladi. Boshqa hayotimizning boshqa jabhalarida, boshqa kunlarda ham qabih hislarimizdan tiyilishda ro'za bizga katta qo'rg'on bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyining birinchi kechasida shaytonlar va yomon jinlar kishanlanadi. Do'zax eshiklari yopilib, undan birortasi ochilmaydi deyaptilar. Bahona qolmaydi. Shaytonni ayblashga, jinlarni ayblashga bahona qolmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini davom ettirib aytayaptilarki, jannat eshiklari ochilib, ular yopilmaydi to Ramazon so'ngigacha. Qarang, qanday Alloh taoloning marhamati. Ey yaxshilikni xohlovchi, bu yoqqa kel deydi. Ey yomonlikni istovchi, bu ishdan to'xta deydi. Nafsingni tiy deydi. Bu kechada Alloh taolo ko'pchilikni do'zaxdan ozod qiladi. Mana shu har kuni takrorlanadi deb aytildi. Imom Termiziy rivoyatlari.